Bu ummatning holati shu darajaga yetib bordiki, Alloh taolo iroda qilgan taqvim bilan ish yuritishni tark qilish bilan cheklanibgina qolmasdan, balki musulmonlar kofirlarga taqlid qilib, ularning bayramlarini nishonlashga o'tdi. Natijada har yili milodiy sana boshlanishida ko'plab musulmonlar kofirlarga taqlid qiladilar. Shuningdek, ushbu ummatda kofirlarga taqlid qilishning turli ko'rinishlariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Jumladan, kofirlar bayrami bilan tabriklash, tabriknomalar yuborish, bazmlar uyushtirish va kofirlar bayrami munosabati bilan uyushtirilgan o'yin kechalariga bolalarni yuborish, o'sha kunlari dam olish va o'sha milodiy yangi yil kechasi o'yin kulgi qilishdir. Asli milod kechasi va milodiy yangi yil qachon boshlanishi borasida nasroniylarning o'zlarida ham ixtiloflar mavjud. Sharqlik nasroniylar qolgan nasroniylardan boshqa kunda nishonlaydilar va bayramni nishonlash borasida ham ular o'rtasida ba'zi farqlar mavjud. Biz musulmonlarning bayramlarimiz, ya'ni Ramazon hayiti va Qurbon hayiti kunduzi nishonlanadi. Biz bu bayramlarni namoz va zikr bilan boshlaymiz. Ramazon oyidagi ulug' ro'za ibodatlari tugagach, Ramazon hayiti kechasi takbirlar aytamiz va hayit namoziga ham takbir aytib boramiz. Faqirlarga fitr zakoti beramiz. So'ng katta jamoat to'planib namoz o'qiymiz. Bu namozda xayr va baraka bordir. Shuning uchun hatto hayz ko'rgan ayollar ham hayit namoziga chiqadilar. Lekin ular namoz o'qimay, chetda turib, xayr va barakaga va musulmonlarning duosiga sherik bo'ladilar. Qurbon hayiti esa ulug' qurbonlik kunida bo'ladi. U kunda boshqa kunda jam bo'lmaydigan ibodatlar jam bo'ladi. Jumladan, shaytonga tosh otish, soch oldirish, qurbonlik so'yish, tavof qilish, sa'y qilish kabi xayrli amallar qilinadi va albatta hayit namozi o'qiladi. Demak, bizning bayramlarimizda Alloh zikr qilinadi, shod-xurramlik bo'ladi. Shuningdek, turli yegulik, ichimlik va muboh o'yinlar bilan bolalarning ko'nglini ko'taramiz. Kofirlarning bayramlarida esa nimalar bor? Mastlik va shovqin-surondan iborat. Yilning oxirgi kechasidagi so'nggi lahzalarda aroqning oxirgi qultumini ichish ular uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham tun yarimga yaqinlashganda qadahlarni ko'taradilar, mast bo'ladilar. Ba'zilari esa bayram nishonlanayotgan maydondagi favvoralarga o'zlarini otadilar. Fisq va fujurni aytmaysizmi? Oshiqlar va ma'shuqalar bir-birlaridan bo'sa oladilar. Demak, kofirlarning bayrami harom amallar bilan o'tadi. Mushakbozlik qilib, nafaqat isrof qiladilar, balki hayotlarini xatarga ham qo'yadilar. Hatto o'zlarining ba'zi oqil kishilari ham bu mushakbozlikni man qilgan. Biz musulmonlar unday bayramlarda ishtirok etib nimaga erishamiz? Fisq va axloqsizlikka erishamiz xolos. Ko'plab yosh yigit-qizlarimiz ularga taqlid qilib nima foyda ko'radilar? Darhaqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim biror qavmga o'xshasa, u o'shalardandir deganlar. Shayxul Islom rahimahulloh bayramlar har bir shariatning boshqalardan ajratib turuvchi eng asosiy xususiyatlaridandir deganlar. Yahudlarning o'z bayramlari bor, nasroniylarning o'z bayramlari bor, buddaviylarning o'z bayramlari bor, hinduiylarning o'z bayramlari bor. Bularning bari xos bayramlardir. Bayramlar har bir ummatning o'ziga xos ramzi bo'lib, ular diniy kelib chiqishga egadir. Bayramlar dunyoviy marosim emas, balki diniy marosimlardir. Bayramlar har bir dinni boshqa dinlardan farqlab turuvchi o'ziga xos ramzidir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir qavmning o'z bayrami bor. Bu esa bizning bayramimizdir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina shahriga kelganlarida madinaliklar ikkita bayramni nishonlashini ko'rganlar. Ular Mehrjon va Navro'z bayramlari edi. U zot bu bayramlar haqida so'raganlarida ular u zotga qarata biz bu ikki kunni bayram qilib nishonlaymiz deyishgan. Shunda u zot Alloh taolo sizlarga uning o'rniga undan yaxshisini berdi deganlar. Bahorga teng kunlikda nishonlanadigan Navro'z bayrami va kuzgi teng kunlikda nishonlanadigan Mehrjon bayramlari kabi johiliyat bayramlarining nishonlanishiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'lmaganlar.
U zot Alloh taolo sizlarga uning o'rniga undan yaxshisini berdi. Ular Ramazon va Qurbon hayitlardir deganlar. U zot Ramazon hayiti va Qurbon hayitidan boshqa bayramlar nishonlanishiga rozi bo'lmaganlar. Shayxul Islom aytadilar: kofirlar bayramlarida kofirlarga taqlid qilish, bamisoli kufr shariatiga taqlid qilish va kufr an'analariga taqlid qilishdir. Shak shubhasiz mazkur narsalarda kofirlarga taqlid qilish ko'pincha kufr bilan tugaydi. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar: kofirlarning xos an'analari bilan tabriklash harom ekaniga ulamolar ijmo qilishgan. Masalan, ularning bayramlari va ro'zasi munosabati bilan bayramingiz muborak bo'lsin va hokazolar deb tabriklash. Bunday degan odam kufrdan omon qolgan taqdirda ham harom ish qilgan bo'ladi va nasroniy kishini xochga sajda qilgani uchun tabriklagan hukmida bo'ladi. Bu esa Allohning nazdida aroqxo'rlik va qotillik bilan tabriklashdan ko'ra og'irroq gunohdir. Endi aytingchi, zinokor kishini ko'rsangiz, unga zinokorligingiz muborak bo'lsin deyishimiz to'g'ri bo'ladimi? Yoki mastligingiz muborak bo'lsin, yoki arog'ingiz muborak bo'lsin deyishimiz to'g'ri bo'ladimi? U kishi yana aytadilarki, bu ish aroqxo'rlik, qotillik, zinokorlik va hokazolar bilan tabriklashdan og'irroqdir. O'z dinini qadrlamagan ko'plab kishilar shunday qiladilar. Ular qilayotgan ishining jirkanchligini bilmaydilar. Kimki birovni gunoh yo bid'at yo kufr bilan tabriklasa, Allohning g'azabiga giriftor bo'ladi. Islom ulamolari bu masalada ijmo qilib kelishayotgan edi. Keyinchalik dinga yengil qarovchilar, dinni buzib ko'rsatuvchilar va biz musulmonlarning shaxsiyatimizni va o'ziga xosligimizni yo'q qilishni istovchilar paydo bo'lgandan keyin kofirlar bayrami bilan tabriklashning zarari yo'q, kofirlar bayramini nishonlashning zarari yo'q va hokazolar deyishni boshladilar. Ey Allohning bandalari, boshqa din vakillariga iltifot qilishning ham chegarasi bor. Kofir kishini farzand ko'rgani yoki universitetni tamomlagani bilan tabriklashingiz mumkin. Chunki bular dunyoviy ishlar bo'lib, dunyoviy munosabat bilan tabriklash joizdir. Lekin bayramlar esa dunyoviy ish emas, balki diniy va aqidaviy marosimdir.